Jinsiy kriz. Agar yangi tug'ilgan chaqaloqda jinsiy a'zolardan g'alati ajralmalar paydo bo'lsa yoki ko'krak bezlari shishib qolsa, xavotir olmang. Bu hodisa jinsiy kriz deb ataladi. Keling, bu nima ekanligini aniqlab olaylik. Jinsiy kriz bu organizmning gormonlar va estrogenlar darajasining o'zgarishiga bo'lgan reaksiyasidir. Odatda homiladorlik davomida homilada estrogenlar miqdori oshadi. Tug'ruqdan so'ng esa onaning gormonlari bolaning qoniga o'tmaydi va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda estrogenlar darajasi keskin pasayadi. Natijada jinsiy kriz rivojlanadi. Bu holat taxminan 70% sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydi, ya'ni bu mutlaqo odatiy holat. Bola organizmida bu quyidagicha namoyon bo'lishi mumkin. Sut bezlari kattalashadi va hatto ogiz sutiga o'xshash ajralmalar ham bo'lishi mumkin. Bu odatda hayotining dastlabki kunlarida paydo bo'ladi. Birinchi-ikkinchi haftada eng yuqori choqqisiga yetadi va undan keyin asta-sekin kamayadi. Agar chaqaloqda oqsimon ajralmalar bo'lsa, ularni hech qachon siqib chiqarish mumkin emas. Shuningdek, kompresslar qo'yish yoki ogiz sutini siqib olishga harakat qilish ham mumkin emas. Bunday ko'krakni stimulyatsiya qilish natijasida jarayon cho'zilib ketishi, ikkilamchi infeksiya ham yuzaga kelishi mumkin. Jinsiy kriz paytida qon ajralmalar ham bo'lishi mumkin. Bu ko'p miqdordagi oq rangli, begona hidlarsiz shilimshiq ajralmalar bo'lib, hayotining dastlabki kunlarida paydo bo'ladi va ikkinchi haftada o'tib ketadi. Ba'zan ajralmalar hatto qon aralash ham bo'lishi mumkin, lekin hajmi kichik bo'ladi. Ko'pincha bu asosan shilimshiq bilan aralashgan qon tomirlari bo'ladi. Jinsiy kriz hech qanday maxsus davolashni talab qilmaydi, umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilishdan tashqari va u 1-3 hafta ichida o'tib ketadi. Jinsiy krizda qanday qizil bayroqlar, ya'ni xavotirli simptomlar mavjud? Ko'krak atrofida kuchli qizarish va shish, ko'krak bezlariga tegilganda og'riq, ko'krakdan yashil rangli, yiringli ajralmalar, qinidan begona yaltirash va hid bilan birga yashil rangli tvorogsimon ajralmalar, shuningdek 2 ml dan ko'p bo'lgan ko'p miqdordagi qonli ajralmalar yoki jinsiy inqiroz belgilarining 4-5 haftadan keyin ham saqlanib qolishi. Agar siz chaqalogingiz uchun xavotirda bo'lsangiz, albatta uni pediatr yoki bolalar ginekologiga ko'rsating.